Alloh seni unutmagan. Yaqinda juda charchading, to'g'rimi? Ko'ngling ezilib, hech kimni topa olmading. Yolg'izlik siqdi, ko'z yoshing jimjimador tunlarga guvoh bo'ldi. Lekin Alloh jim edi deb o'ylama. U seni eshitdi, har lahzangni, yuragingni his qildi. Sabr qildingmi, bilginki Alloh senga yaqin. U unutmaydi. Yolg'izlikni qalbing poklansin deb berdi. Sinovni sabrni o'rgansin deb berdi. Tushkunlikni duoga aylansin deb berdi. Va senga yaxshilikni eng chiroyli paytda yetkazish uchun kutyapti. Yana bir bor esla, Alloh seni hech qachon unutmagan. Yana tabassum qil, yana duo qil, chunki javob yo'lda.